Assalomu alaykum hurmatli OpenShop YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan yana ko'rishyapmiz. Bugun bizda boshqacharoq video bo'ladi. Telefon obzori emas. Ko'pchilik yoqadigan, ya'ni o'zbek xalqiga yoqadigan smartfonni batareyasini tejashni o'rganamiz. Ya'ni batareya tejash degandan bilsanglar bo'ladi, bu iPhone'ligini. Bugun sizlarga iPhone telefonlarida zaryadkani tejashni o'rgataman. Yo'nqisini ushab qolish yoki-da qanaqadir ko'proq yetkazish emas, shunchaki sizni kun davomida batareyangiz tejalishi uchun nimalar qilish kerakligi haqida o'rgataman. O'shaning uchun oldindan aytaman, bu narsa sizlarni yo'nqistinglarning ketishiga sabab bo'lmaydi. Shunchaki kun bo'yi zaryadkanglar ko'proq yetib borishiga kichkina sababli bo'ladi. Shularni ko'rsatib beraman. Hozir mana bu joyga ekran zapis chiqarib qo'yaman. Ko'rsanglar bo'ladi nimaga kirayotganimni. Birinchi o'rinda nastroykaga kirasizlar. Nastroykaga kirganingizdan keyin основные degan joy bor. Ya'ni asosiy nastroykalar, asosiy sozlamalar o'sha yerda joylashgan bo'ladi. Uncha hamma narsa, mana shu o'rgatadigan hamma narsalarimni qilganingizda sizlarda ozgina effekti bilinishi mumkin, lekin juda ham katta natija kutish shart emas bu narsadan. Bu sizlarga qanchadir vaqtga zaryadkalarni yanada yaxshilashga, yanada ko'proq yetishiga yordam beradi. Pastga tushganingizda obnovlение kontenti degan joy bor. Zapis ekranini ko'rishingiz mumkin. Shu joyga kirasizlar. Bu joyda menda hamma narsa o'chib turibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar, chunki men buni o'chirib qo'yganman. Chunki bu telefonda syomka qilamiz, ishxonani syomka qilinadigan telefoni kerakli ilovalarni o'zimiz yengilab olamiz. Agar siz bu narsani yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, Wi-Fi yoki sotvi, Wi-Fi ga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, faqat Wi-Fi dan yengillaydi. Wi-Fi va sotvi dan, ya'ni mobil internetda ham yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, bu narsani har doim yengillab boraveradi. Sizlar Wi-Fi ga qo'yib qo'ysam yaxshi-yu, faqat Wi-Fi ga ulanganda yengillaydi deyishingiz mumkin, lekin hozir ko'chada yurganimizda, har xil joylarga borganimizda o'sha telefon hamma joyda Wi-Fi bor va bu narsani yengillab tashlayveradi. Buni orqa fonda yengillab turishi sizni zaryadkangiz ketishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun bu joyga kirasiz va o'zingizga kerak emas bo'lgan ilovalarni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, bu yerda diktafon, zametka, dnevnik, aksiya, karta, shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Sizga kerak bo'ladigan narsalar O'zbekistonga hozirda o'zbek aholisiga o'zi kerak bo'ladigan narsa birinchi o'rinda Instagram, Telegram yoki-da qanaqadir koshelokli pul o'tkazmalari qiladigan ilovalaringiz bo'lishi mumkin. Brauzerlar bo'lishi mumkin. Shu narsalarni doim yoqib qo'yasiz va mana bunda sizlarga ko'rsatgan diktafon, zametki shunaqa narsalarni bemalol o'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni o'zingizlarga yengillanishi zarur bo'lmagan narsalarni o'chirib qo'yinglar. Agar shularni o'chirib qo'yadigan bo'lsanglar, Wi-Fi ga ulanasizlarmi yoki-da o'zingizlarning telefoningizdan, mobil internetdan internet megabayt ketadimi, uni farqi yo'q. Ham megabaytinglar tejaladi, ham sizlarni orqa fonda ilovalarni obnovit qilmaydi va sizlarni zaryadkalarni ketkazmaydi. Xo'p, asosiy ko'rsatadigan narsam shu edi. Endi keyingisida bo'lsa, nastroykadan biroz pastroqga tushasizlar. Pastroqga tushganingizda konfidensialность, безопасность degan joy bor. Bu joyga kirasizlar. Kirganingizdan keyin служба geolokatsiya degan birinchisida bo'lim bor. Shu bo'limni tanlaysizlar. Tanlaganingizdan keyin eng pastga tushasizlar. Sistemniy службы degan joy bor. Shunga ham kirganingizdan keyin sizlarda juda ham ko'p yoquv narsalar chiqadi. Bu joyda sizlar o'chirib qo'yishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Masalan, dom deb yozilgan joy bor. Agar domni sizlar bilsanglar, bu Apple HomePod degan ilova ustroyствоsidagi, gadjetiga ulanadigan narsa bo'ladi va u sizni uyingizni boshqarishingizga yordam beradi. Lekin O'zbekistonda iPhone ishlatadiganlarni 98% odami bu narsadan foydalanmaydi. Men o'zim ham foydalanmayman. Shuning uchun bu narsani o'chirib qo'yaman. Yana pastroqga tushadigan bo'lsanglar, kalibrovka kompas degan narsa bor. Bu narsa har doim kompassiz ishlab turishini ko'rsatadi. Ya'ni orqa fonda sizni doim kompassiz ishlab turadi. Bu narsa ham sizni zaryadkangizni ketkazadi. Ozgina bo'lsa ham zaryadkangizga ta'sir qiladi. Shuning uchun kompasni ham o'chirib qo'ying. Menimcha O'zbekistonda hech kim kompas ishlatmasa kerak. Agar kompasingizni ishlatsangiz, bu narsani yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Hozircha mana shu narsalar, endi yana yangi narsalar, yangi bilimlarni olsak, keyingi videolarda sizlar bilan bo'lishishga harakat qilamiz. O'zi iPhone telefonlarida yana qanaqa narsalarni sizlarga o'rgatsak, ko'rsatsak qisuvroq bo'ladi.
Albatta izohlarda yozib qoldiringlar. iPhone telefonlarini bo'lsa openshop.uz saytidan muddatli to'lovga va naqdga hamyonbop narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari iPhone xarid qiladigan bo'lsanglar, biz sizlarga 365 GB internet trafikka ega bo'lgan SIM karta va TV kanallar, sizlar yaxshi ko'radigan filmlar, ayollar ko'radigan seriallar uchun 3 oylik TVcom platformasidan obunani ham bonus sifatida beramiz. Aytgancha bizda bu iPhone telefonlarini ham topsanglar bo'ladi. 13 bo'lishi mumkin, 14, 15, 16, 17 farqi yo'q. Bu iPhone telefonlarni ham openshop.uzdan muddatli to'lovga kafolat asosida xarid qilsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izohlarga yozib ketinglar. Qanaqa videolar OpenShop tomonidan qanaqa videolar chiqishini xohlaysizlar. iPhone uchun life hacklarmi yoki telefon obzorlari, shu narsani yozib qoldiringlar. Qo'ng'iroqcham bo'lsa bosib qo'yinglar. Ko'rishguncha.